Shu chaqimchi odam haqida gap ketdi. Bilmadim, nimagadir ko'z oldimda sirasi ukam gavdalanaveradi. Bilmayman shu Kazi yo'l quloq haqida tema chiqsa, bir pasda mana shu nomaqbul hayot namoyandasi ko'z oldimga keladi. Bir sut emgan bola bo'lganda bu halolidan bo'lgan. Bilmayman, bu urug'imizni ham surishtirib chiqdim-da, bunaqasi yo'q-da. Bu kimdan o'tgan bu xarakteri bilmayman hali. To'g'risi bu menimchalik yoshligingda seni asrab olganmiz degani buni tabiatiga ta'sir o'tkazib qoldi. Bu o'zini ishontirib oldi, men boshqa urug'danman deb. To'g'risi yo'q-da bundan boshqa qulog'i bizda. Lekin bu qaysidir sirni bilsa 3 minut indamay tursa sudirga tutib qoladi. Kimgadir aytish kerak. Aytmasa bo'lmaydi. Dunyo yaxshi tarafga o'zgarib ketib qoladi. Shu eng qizig'i bu pora taklif qilishni ham biladi-da, korrupsioner. Bo'lajak kim bo'ladi bilmayman-ku, lekin o'rgan olgan uni haligi. Doim qaysidir sirimni bilib olsa, nimadir yegiz kelib turgan bo'ladi. Shu grechkalik yogurt chiqqan ekan, yeyman shuni aka. Eng qizig'i haligini abesiz aytmasa ham mayli. Yo'q. Oila davrasida yaxshi o'tirganda aytib ham qo'yaveradi, yeb turib ham. Haligi umuman notanish odam kelib 5 minut yaxshi gapirsa, unga ham aytib qo'yaveradi. Sirasi настроенияni birga